urushdan hech kim qaytmaydi. Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixida chuqur iz qoldirgan, millionlab insonlar hayotiga zomin bo'lgan eng dahshatli davrlardan biri sifatida yodga olinadi. Bugun biz ana shu tarixning tirik guvohlaridan biri, Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi Hazorasbek Bekjon ota Matnazarov bilan suhbatlashar ekanmiz. U kishi bugungi tinch va osuda kunlarimizga shukronalik tuyg'usini alohida ta'kidlaydi. U tinchlik ulug' ne'mat ekanligini eslatib, uning qadriga yetish har birimizning burchimiz ekanligini doimo yosh avlodga uqtirib kelmoqda. Vatanga muhabbat, burch degan narsani eng katta tuyg'u mana shu sadoqat bilan vatanga xizmat qilishda bulardan hamma o'rnak olish kerak. Vatan uchun ko'ksim tog' qalqondir sha'nim.